ertalabki tongi foydasi, affirmatsiya yoki mana eshitgan audio kitoblarimni bitta qilib o'zim tushunchamni aytib ketaman. Birinchisi, muvaffaqiyatli odamlar o'zi ko'proq ertalab turadi, ertalab sayr qiladi. Bu bir. Ikkinchisi, har kuni ertalab qilayotgan yuzingizda affirmatsiyani ta'siri, ya'ni qilayotgan affirmatsiya foydasi bormi yo'qmi? Nima desa, birinchisi shukr qilish. Ya'ni men ertalab turganimda Xudoga shukr, men soppa-sog'man. Men bugun kunni zo'r o'tkazaman. Omadli kun bugun bo'ladi. Deyish bu menda ko'p affirmatsiya. O'sha shukr so'zlarni, niyatlarni to'g'ri ertalabda nima qilish, shakllantirish, bu sizni fikringizni ertalabda kuningizni zo'r nastroykaga beradi. Eng qiyini shu ertalabda bo'layotganda turish qiyin. Bilsa, mana bir o'zi qiynalib. Bugun ham qiynalib turdim, lekin turdim. Qaysi ma'noda birinchi 15-20 kuncha turish ertalab qiyinroq bo'ladi, keyin sekin-sekin o'rganib ketasiz. Qonga sig'inib borsangiz, shu turishda ungacha rosa qiyin bo'ladi. Birinchisi, ertalab ko'zingizni ochganingizda 5 gacha sanab turib olish. Ya'ni 5, 4, 3, 2, 1 turdim. Mana shu ishni qilmasangiz tura olmaysiz. Dangasa tomir yutadi, chotki yutadi, javob. Ya'ni uni qil 5 minut uxlaylik, 10 minut uxlaylik, 20 minut uxlaylik, 5 minut uxlaylik. Shu shaq aytib keyin kechgacha uxlab olasiz. Keyin qarasangizki yana ishga shoshilib, yana vaqt yo'q. Xo'p, erta tura olganingizdan keyin qiladigan amallar, birinchisi o'sha tezda bitta lehki yengil zaryadka ham uyda ichida bo'lsa ham qilib kerak, tanani uyg'otib olish uchun. Undan keyin tavsiya etiladi, hech bo'lmasa 5-10 uni affirmatsiya so'zlarini bir qator qaytarib chiqish. Bugun kunni zo'r o'tkazaman. Bugun men eng zo'r kunim. Men omadli insonman. Alloh meni yaxshi ko'radi, men doimo podдержка qiladi. Men serobgarchilik dunyosida yashayapman. Mantiqiy hamma narsa serobda haqiqatan. Uni qilib bo'lganingizdan keyin tavsiya etiladi ertalab shu yarim soat bo'lsa ham ko'chada piyoda yurish. Men ko'pincha hozir pasti 1 oy cho'p bo'ldi. Yuguryapman. 2 oy ham desam bo'lar ekan. Hozir sizlarga buni videoda qilib yugurib ketaman. Taxminan 3 kilometrcha yuguryapman. 119 kilodan 105 kiloga tushdim. Xudo xolasa, alhamdulillah. Xudo xolasa keyin endi mana ertalabki yurganingizdan, unda harakat qilganingizdan keyin o'zingizga o'zingiz motivatsiya endi. Misol soatni yaxshi ko'raman. 4,5 million so'mga 4 million 900 ga, ya'ni 400 dollarga bir soat ko'rdim. Zo'r soat. Xudo xolasa 100 kilo tarozida 100 kiloni ko'rishimga o'zimga savoqlarni 400 dollarga bir soat sotaman. İnşallah, Xudo xolasa. Keyin yana shu ertalabki eng nimasi qiyin joy, yana bitta sila 5 turadigan nimani ko'rdim videoda. Shu ham yaxshi motivatsiya berdi. Har kuni kitob o'qigani vaqtim yo'q, tafakkur qilgani vaqtim yo'q, o'qigani vaqtim yo'q deydiganlarga prosta ertalab 5 ta turishni boshlasa, 5 ta turib harakat qilishni boshlasa, ertalabda 2 soat paydo bo'ladi. Har kuni 2 soat 365 kun davomida ertalab 5 ta tursa, 1 yilda 90 kun, ya'ni 90 kun vaqt bo'ladi u insonda. Ya'ni 3 oy. 3 oy vaqt paydo bo'ladi. 3 oy bu zo'r rezultatda bu. Misol 90 kunning ichida 1 yil ichida ancha ish qilib olsa bo'ladi. Ko'p narsani o'rganib olsa bo'ladi. To'g'risini aytib, o'zim ham goh paytda qaysi suvlar eslashib qoladi. Shu
shu ertalab turib yodlayman. Ertalabda menga zo'r bo'ladi yodlash. Misol uchun shu YouTube'da yoqib olib, suralarni qaytarishda yoqib olib, ertalabda sirazu nima deydi, namozda o'qiydigan sura tezda yodlab olaman. Mana shu tomoni zo'r. Keyin ertalabda o'sha aytgandek, nima deydi? Shu yarim soat, 1 soat mana shunaqa qilib piyoda yurib nima qilib ketaman. Foydali kontent, foydali motivatsiya, ya'ni kitoblarda eshitib ketaman. Ko'p, misol uchun qilyapti YouTube'da, to'g'risi. O'zimni blogerlik soham bo'yicha, marketing sohasi bo'yicha orada nimani eshitib ketaman. Audio kitoblarda, boshqa blogerlarni intervyularini ko'rib ketaman. Shu 20 minut, yarim soat shu bilan shug'ullanaman. Bu meni o'zimni qilayotgan ishimni yana ham kuchaytirish uchun. Xudo xolasa, bugungi chisloyimiz 5-aprel 2026-yil. Shu kungacha 41 yoshdaman. Erishgan narsalarim alhamdulillah. Hovlimni bitqizyapman. O'zimga mashina, ayolimga, otamga, Samarqand ukalarimni umriga borib kelish niyat bordi, alhamdulillah. Erishtirdi hammasi. Yo'lda o'tib olaman endi. Hop, davom ettiramiz. Yana bitta menga zo'r foyda keltirganlardan narsasi, ya'ni ertalab daftarga niyat daftarini tutish. Ya'ni ertalab turaman, o'zimni nima xohlayman, mana shu 1 yil ichida nima sotib olgim kelyapti, nimaga erishishim kelyapti, shularni yozib chiqaman. Xudoga shu to'g'ri. Jali millioner bo'lib ketganim yo'q. Lekin yiliga 2 marta sayohatga chiqyapman. Nima kerak bo'lsa olyapman. Nimaga erishish kerak bo'lsa, Robbimiz bilan salkam tekniga hamma narsaga erishyapman. Shuning uchun tavsiya etaman. Mana shu narsani o'zimga o'zim kelajakda ham davomiylik qilish. Chunki hammalar niyatlarga bog'liq. Ertalabda niyatlarni yozib keyin kun bo'yi mana shu yozilgan niyatlar haqida o'ylab va qilinayotgan ishlarda oxiri ana shu niyatlarni amalga oshirishni qiladigan ozgina qaysidir amalni qilib qo'yish. Shulardan bittasi mana ozish. Xudoga shukr. Hozir bitta boshlab 3 kilometr dirsillatib kelamiz. Shu bilan yana sekin ishlarni yurgizamiz. Hop.